Qizlar, endi bizga kerak bo'ladi kartochka, ya'ni kartochkani rasmlari. U uchun bizga kerak bo'ladi Pinterest ilovasi. Mana shu Pinterest ilovasini mana shuni yuklab olasizlar Play Marketdan. Pinterest deb yozsanglar chiqadi va o'rnatasizlar. Mana Play Marketga kirasizlar. Pinterest. Mana Pinterest bo'lib chiqdi. Menda yangilash chiqdi. Yangilash emas, sizlarda o'rnatish chiqadi. O'sha o'rnatishni bosasizlar va o'rnatib olasizlar. Endi mana menda tayyor Pinterest ilovasi. Men ko'proq gullar, o'zimga kerak narsalarni ko'rganman, shu uchun shular chiqqan. Nima ko'proq ko'rsanglar, o'sha narsalar chiqib keladi. Juda ham zo'r ilova. Yuklab bo'lsanglar, bu sizlarga foydasi tegsa tegadi, ziyoni tegmaydi. Endi masalan, nima kerak sizlarga? Plastik karta deb yozib ko'ramiz. Mana plastik karta deb yozdik, o'zi chiqib keldi. Mana fonlar, har xil fon. Sizlarga qanaqasi kerak bo'lsa, masalan, mana bunaqa qizchalikdan qilsanglar bo'ladi. Yoki mana bunaqa vizitka qilsanglar bo'ladi. O'zingizlarga yoqqanini savedan yopib qo'ysanglar, bu sizlarga turib turadi. Yoki mana bunaqa vizitka qilsanglar bo'ladi. Hozir agar rasmiyroq kerak bo'lsa, mana bunaqalar bilan qilsanglar bo'ladi. Hozir chiqib keladi o'sha mana. Sizlarga rasmiyroq ko'rinish kerak bo'lsa, mana shularga qilsanglar bo'ladi. Har xil narsalar chiqib keladi. Mana. Masalan, biz bittasini olamiz hozir. O'zimizga birorta yoqqanini o'zimizga olib, sizlar bilan tayyorlaymiz. Deylik, mana shuni oldik. Yoki bunisini. Mana bunisini olsak ham bo'ladi. Mana yana bor. Visa kartalarniki bor. Mana har xillari bor. Xohlaganingizlardan ishlatsanglar bo'ladi. Mana rasmlari ixtiyoriy. Mana 3 ta nuqtani bosasizlar, yonidagi 3 ta nuqta yoki bu yerda yoki tepadan chiqadi. Mana 3 ta nuqtani bossanglar, ikkinchisini bosasizlar. Download image deb yozilgan. O'shani bosasizlar. Image'da bosasizlar. Bu уже сохранить bo'ldi galereyaga. Endi bundan chiqib ketamiz. Bizga kerak bo'ladi Pixel Lab. Pixel Labga kiramiz va tepadagi 3 ta nuqtani bosamiz. Birinchidagi galereyani bosamiz. Haligi biz tanlagan rasm kelib chiqdi. Endi buni biz kesib olishimiz kerak. O'sha kartani razmeri bo'yicha kesib tayyorlab olamiz. Mana kesib oldik. Endi mana bu yozuvdan biz yozib olamiz. Bizga qanaqa raqam kerak? Yozish uchun tepadagi qalamchani bosamiz. Yana bosamiz va raqam. Masalan, xayoliy raqam yozyapman. Mana 4tadan qilib raqam. Mana raqamni endi biz joylashtirib olamiz. Pastdagi A ni bosamiz. Mana bu mana birinchidagi padding degan yozuv bu sizlarning yozuvinglarni bunday qilib joylashtirib beradi. Mana. Bunisi mana ikkita T C Z degan yozuv bu katta kichikligini boshqaradi. Mana. Shunga qarab, o'zingizlarga xohlagan katta kichikligiga qarab tayyorlab olsanglar bo'ladi. Mana shu yerga qo'yamiz, joylashtirib. Xohlasanglar yozuvni sal kattaroq qilinglar. Chunki vizitka taxlaganingizlarda yosh katta ayollarning ko'zi o'tmay qoladi. Ba'zida menga shunaqa holatlar uchraydi. Mana endi okni bosib chiqib ketamiz. Endi rang beramiz. Masalan, qizil, oq rang bersanglar bo'ladi. Mana rang berganimizdan keyin
font stil, masalan fontdan font tanlaysizlar. O'zingizlarga qanaqa font kerak bo'lsa, o'shani tanlaysizlar. Mana font tanlab oldik. Endi pastidagi 4 ta raqamni yozmaysizlar. Bu plastiklarning raqami deb tasavvur qilinglar, lekin pastidagi 4 ta raqamni hech qachon yozmaysizlar. Endi biz yozishimiz kerak ism. Bundan chiqib ketamiz va plyuschani bosamiz. Tepadagi plyuschani bosamiz. Text yozuvini bosamiz. Tekstni mana bu yoqqa olib kelamiz. New text, ya'ni yangi tekst deyapti. Endi buni biz yozishimiz kerak. Ichiga yozishimiz uchun yana qalamchani bosamiz. Yana qalamchani bosamiz va o'chiramiz. Isminglarni yozasizlar. Masalan, Umida Yo'ldosheva. Mana. Masalan, shunaqa qilib yozdik. Endi yozuvimizni biz ranglab olishimiz kerak. Buni ham oq qilamiz. OK ni bosamiz. Va OK deganda ptichkani aytyapman qizlar. Font beramiz. Mana. Font berib olamiz. Piksellab ilovasida qo'linglar bilan katta-kichik qila olmaysizlar, faqat mana shu ilovalar yordamida katta-kichik qilsanglar bo'ladi. Shu narsaga e'tibor beringlar. Mana. Tayyorlab oldik. Endi biz buni saqlanib qilishimiz kerak. Saqlanib qilish uchun o'ngdan ikkinchisini bosamiz va ikkinchisini tepadan birinchisini emas, imagi degan yozuvni bosamiz. Saqlanib qilamiz va format degan joyiga bosib PNG qilamiz. Pastdagisiga esa custom qilamiz. Mana. Endi mana bu yozuvlarimizni 512, buni ham 512. Mana tayyorlab oldik. Saqlanib qildik. Bu уже saqlanib bo'ldi bizga. Chiqib ketamiz. Telegramga kiramiz. Telegramga kirib, mana stiker botimizga kirib olamiz va menyuni bosganimizda New Park birinchisini bosamiz. Ism yozing deyapti. Karta yozamiz. Undan keyin rasm jo'nating deyapti. Rasmni fayldan kirib, ikkinchisidagi fayldan kirib, galereyaga kiramiz va rasmimizni jo'natamiz. Mana. Endi aytyapti emoji jo'nating deyapti. Emoji jo'natamiz. Publishni bosamiz, skipni bosamiz va yozuv yozing. Kartalar. Mana shunaqa cho'zib yozishinglar kerak. Shunda tezroq bo'ladi ishinglar. Endi saqlanib qilib olamiz. Mana. Men sizlarga hozir buni jo'nataman.